Jonimga tegdi hammasi. Voy, nima qilasan? Shitda tur. To'g'ri, meni ovqatingizni tuzib pastmi? Ikkita bola bilan qanday ovqat qilding deb so'raylar. Undan ko'ra hamma ayb topishga usta, lekin yordam berishga kelsa, hammasi quyon bo'lib qoladi. Endi kelin, menga ovqatingiz umuman yoqmadi. Sizlar yoqmagan bo'lsa, o'zingizga boshqa ovqat pishirib oling deyman. Oyijon, keyin hadizdan oshmang, o'g'limga aytib beraman, adabingizni beradi deylar. Ammo o'g'lingizdan ham qo'rqmayman deyman. To'g'risida, men bitta bo'lsam, yana nimamish, dazmol urishni bilmaysiz, oyiz o'rgatmaganmilarmish. O'zingizni qizingiz, tuxum qovurish tugul, tuxum qaynatish ham bilmaydilar-yu. Qizingiz qilsinlar dazmolni ham desam-da. To'g'risida shu sharpay qo'lga o'xshab cho'zilib yuradilar. Shpion, mana senga, mana, deb boray. Balkon nega tozalanmagan kelin? Chunki hali tozalab qo'yganingiz yo'q, oyijon deb shok qilib qo'ysam-da. Umid akaga ham aytaman, bugundan boshlab soat 12 dan kechga siz kirmaysiz. Ko'zimga cho'ptirib, uyqusirab o'tirishlardan charchadim deyman. Keyin, o'rta go-go-go-go-go'laringizdan ham charchadim. Mana jinnisan o'ynaysiz, boshqa o'ynamaysiz. Yosh bolamisiz? Qachon katta bo'lasiz? Endi qachon men ruxsat bersam o'shanda o'ynaysiz deyman. Aksiga olib, kecha telefonimam sinib qo'ygan. Zerikib ketdim. Hech kim yangisini olib beray ham demaydi. Bo'ldi, Umid akani shart qo'llarga o'xshayman-da. Men telefonimni sindirganingiz uchun endi menga telefon berasiz. Olib berganda ham ishonchli olib berasiz, chunki bu yoqda hozir smartfonlarning narxlari arzonlashgan. Samsung Galaxy S25 Ultra 12 oyga 256 taligi 1,411 ming so'm olib berasiz. iPhone 6 Pro 128 taligi 12 oyga 1,590,400 so'm. Honor X9Z 256 taligi 12 oyga atiga 440,300 so'm bo'lsa, Samsung Galaxy A17 smartfoni 12 oyga 223,900 so'm. Kelbar. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Yaxshimisan? Bola telefonini otib sindirishibdi. Shunga senga yangi telefon olib keldim. Voy, bayammi? Voy, rahmat hayotim. Qatta oldingiz? Ishonchdan hozir aksiyaga ketayotgan ekan-ku. O'zim xohlaganim. Rahmat hayotim. Voy, ko'rdinglarmi? Dilimda toshim bor-da. Xayolim o'shaman. Sizlar shunaqa xayolingizni toshinglar. Yaxshi kelin bo'linglar, ha? Hayotim,